Yangam nomi genchmi? Bitta qarab chiqamiz. Qancha yurgan? 20.500 ekan. 5 ko'rinmabdi. Bitta orqasidan bosib yuboring aka. Aka, mayli aka, shu mashina 2026, 20.500 yurgan ekan. Metan qo'ygansiz. MCM, nech bilyapsiz? Sal bunday turinglar aka. Bitta qaraylar qani. Badani ham vakuum yo'q ekanmi? Kraska yo'q ekan lekin. Nech pul so'rayapsiz? Ayting, endi mol siznikida. Siz sotuvchi, men xaridor, to'g'ri kelsa olaman aka. Bir-birimizdan xafa bo'lar yo'q. Aytingchi bir narx. O'shada 130 ga to'g'ri kelmayapti. Pastroq bo'lsa olaman. 30 dan pastga bitami yo'qmi aka? 130 dan pastga. Bermaysizmi? Dangal guringda endi. Mujmal guring kerak emas. Bo'lsa olaman. Bo'lmasa rizq qilmas ekan deyman, ketib aka. Bir-birimizdan xafa bo'lar yo'q-ku. Men ishgaman. Siz olib kelyapsiz. Meni vaqtimni olganga o'tmaysiz. Hozir eng qiziq joyini aytaymi? Iskandar aka, bitta narsada bilaman, sizga qimmatga turibdi. Siz menga 130 ga bersangiz ham, 35 ga bersangiz ham baribir ziyon ko'rasiz. Oyda ko'radigan joyingiz yo'q, uni yaxshi bilaman. Endi bitta narsani tushuning-da. Mana shu sentyabr oyida oxiri bunga yana skidka beradi. Yo 135 qilib qo'yadi, yo 132 qilib qo'yadi. Salon narxini o'zini. Chin yuring-da. Bildim. Metan qo'ygansiz, bu xarajatini o'ylasangiz aytolmang, sizga balanga turibdi. Men siz foyda qilyapsiz, o'zini pulga sotyapsiz, unday demoqchi emasman. Lekin narx tushib ketdi-da, jon aka. Molingizni yer yurmayman, men qo'lni bering-da. Iskandar aka, nechinchi yilsiz? 90-chi. Qaysi sinfdosh ekanmiz? San'atkorlikka birga o'qiganmiz. Yo'q-a, tonimadim-ku men sizni. Jo'rabek kursdosh. Ha, men kursdoshim Jo'rabek. Og'aynisiz. Bizda bir kishi bilan o'qigan ekansizda. Yo'nalish qaysi bo'lgan? Hozir nima ish bo'lyapti-siz? Agentlik firma. Ha, u shunday bo'ladi-da. Shunday yo'nalish ham bor edi-da kollejga. Agentlik. Shunday ko'proq gapirdim. Dallollik degan yo'nalish ham bo'lgan edi. Men dallol bo'lib ketdi. Mayli nima bo'lganga ham, qarang. Mayda chuyda qilmayman, do'stim. Bo'ladi desangiz, mayli, o'sha olingan narxga olaman. 128 million bo'lsa bering olib qolaman. 3000 yurganini narxiga so'rayapman. Bitta harakat qilib beraymi 30 ga? So'rab ko'ringlar. Undan pastga bermaysiz lekin, to'g'rimi? Oxiri 30, undan pastga berari yo'q. Bo'ldi, tushundim. Xo'p, akalar ko'ringlar, 2026 MCM Cobalt. 20 ming yurgan 4-pakalina metan gazi bor. Kraskasi yo'q, radnoy. 130 million bo'lsa oxiri beraman deyapti sotuvchi. Akalar ichimizga 130 millionga 2026 MCM metan qo'yilgan Cobalt oluvchilar bormi akalar? 2026. Iskandar, bitta guring men nimadandir farqi bo'ladi-da. 30 mansu endi el olsa mayli, pulus kerak emas edi. Ko'p narsa so'ramayman. Mayli 30 ga o'zimga qolib sotaman shuni. Bayaqi kursdoshchilar ekan. 29 naq beraman-da 30 ga shaqqa sotuvga qo'yib qo'yaman. Endi eldan hech kim olmadi-ku, lekin siz pulingizni olib ketavering. Bering 129 million naq pulni olasiz. 1 million qo'yib sotaman 130 ga. Baribir mana shu hozir kim olsa ham shu 130. Men olsam ham shu 130 bu tursin deyapman-da men. Narxni o'stirib qo'ymaydi deyapman. To'g'ri gap qildi. Chin yuring. Naq pulni olasiz, mayda chuydasiz. Hozir endi qarang. Endi olsam 130 ga, endi 131 ga kim oladi desam? 130 deb aytib qo'ydim. Ha. Shunga bir nima o'zgarib qoladimi? Hech nima o'zgarmaydi. Naborat yomon bo'ladi. Hozir 130 deb endi 131 deyaptimmi deydi hamma. O'zimiz ham shuku. O'shacha aytayman, mayli. Eldan o'tdim, eldan. Agar olsa jon-jon edi. Hech kim olmayapti-ku. Mayli 1 million o'tib bering, 130 ga sotuvga qo'yib qo'yaman deyapman. Mek, rozimisiz qiz? 130 ga rozimisiz? Endi kursdosh ekan. Kursdoshlik uchun hadyamman. Endi lekin ichkariga kirib biz gaplashamiz. Bo'ldi, qoldi. Akalar bormi ichimizga 130 ga oluvchi? Naqd 130 million pulga oluvchi bormi? 2026 MCM metan qo'yilgan, kraskasi yo'q, radnoy generalni chiqadi 20 ming yurgan.